Qara jadvalni hali ham qayta takrorlash usuli orqali o'rgatasizmi? Keling, unda oson usulni ko'rib chiqamiz. Men Shomurza Asqarov Javtikov nomidagi xalqaro matematika fan olimpiadasida bronza medal sohibiman va hozirgi kunda Sodiq School maktabida matematika bosh o'qituvchisiman. Keling, endi qara jadval haqida gaplashamiz. Juda ko'pchilik o'quvchilar, demak, 5 karagacha xotirjam yodlashadi va masalan 7 kara, 8 karalarda ham 8 kara 5, 7 kara 5 largacha unda ham yaxshi yodlashadi. Chunki 7 kara 3imiz teskarisini qarashsak 3 kara 7. 3 karani bilgani uchun 7 kara 3 bilish ham oson. Ko'pchilik qiyinchilikka duch keladigan joyi, demak, 6 kara 6 dan yuqorisi, 7 kara 6 dan yuqorisi va hokazo 10 kara 6 dan yuqorisiga duch kelishadi. Keling, o'shani oson usuli haqida gaplashamiz. 10 ta barmoq kifoya. Demak, bu barmog'imiz 6 deymiz, bunisini 7, bunisini 8, bunisini 9, bunisini 10 deymiz. Misol uchun 6 kara 8 ni ko'ramiz birgalashib. Mana 6, 6, 7, 8. Demak, yotganlarini qo'shsak 3 ga 1 ni qo'shamiz, 4, turganlarini ko'paytiramiz. 2 kara 4, 8. Demak, 48 bo'lyapti. Yana bitta misol ko'ramiz. 9 kara 7. Demak, bu necha edi? 6, 7. 7 kara 6, 7, 8, 9. Demak, yotganlarni nima qilardik? Qo'shardik. 4 ga 2 ni qo'shsaylik, 6 eslab qolamiz. Turganlarni ko'paytirardik. 3 kara 1. Demak, 3 bo'lyapti. Javobi demak 63 ekan. Shu kabi matematikaga oid mavzular sizga qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.